Ovchilik kuni keldi. Nima bilan tugaganini oxirida ko'rasizlar. Ana bola takkoy kiyinib olib, outfitini jo'natayotgan paytda men ham уже tayyor bo'yotdim. Oyimning obraziga yordamlashib, kulib hayajonlanib chiqib ketdik. Bu paytda Boburning ota-onasi ham modniy obrazlarni kiyib, oyisining obrazi rosa yoqdi. Mashinaga chiqib olib 45 minutlik yo'lni bosishga otlandik. Shu paytda Boburning oilasi mashinada уже kelib qo'yishibdi. Bu joyga bir kun oldin kelib, bron qilib, yeb, ichib ketgandik. Hamma yig'ilgandan keyin stolga birin-ketin shirindan shakar ovqatlarni olib kelishni boshlashdi. Shu joyda уже серьезный gaplar boshlandi. Biz esa ikkinchi etajdan bitta qulog'imizni tashab qo'rqib o'tirdik. Bu payt bo'lsa uyimizda generalniy klinik boshlangan edi. Men uyda ko'p ovqat qilganim uchun gilamlar, divanlar kir bo'ladi. Shuni to'g'irlash uchun Aziya klinik yordam beradi. Gilamlarimni yuvib, divanlarimni yengiday qilib, uyimni svejiy ifor taratadigan qilib chiqib ketishadi. Hammamiz spetsovetdan chiqib, kulishib, xursand bo'lib, hammani uy-uyiga kuzatib, o'zimiz esa kinoga survordik. Sevgi deganda ko'proq narsani tushunaman-da, faqat hurmat emas-da. Sevgi deganda hurmat qilish ham misol uchun bir-birini tushunish, bir-biriga mehr berish, so'zlar bilan ta'riflab berish iloji yo'q-da bu narsani. "Я тебя люблю" deganda ko'p narsa ichida mujassam bo'ladi.